Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Omega 3 izlab yurganlarni diqqatiga, nafaqat Omega 3, buni tarkibida Omega 3 bor, fosfolipid yog'i bor hamda astaxantin degan shunaqangi yaxshi antioksidantlarni qiroli bo'lgan moddalarni jamlanmasi. Ko'rinishi mana ko'radigan bo'lsak, xuddi shunaqa korobkada Nilrich kompaniyasining ajoyib mahsulotlaridan o'sha sizlar o'ylayotgan buni tarkibida mana hamma narsasi bor, mana epasi ham bor, dihasi ham bor degandek shunaqangi yaxshi narsa. Fosfolipid nima o'zi deyotgan bo'lsanglar, bu bizning hujayramizning membranasini tuzilishi uchun juda ham yaxshi himoya qobig'i hisoblanadi. Aynan fosfolipid yog'i o'zi hujayraning membranasiga o'xshab ketganligi uchun hujayralar buni juda ham yaxshi qabul qilishadi. Oddiy baliq yog'idan farqli ravishda bu shunaqangi yaxshi o'zlashtiriladi, organizmga tez singishi bilan farq qilib turadi. Ichida 72 ta kapsula 750 mg dan bir kunda 6 tagacha kapsula iste'mol qilishingiz mumkin. Birinchi o'rinda mana ko'radigan bo'lsak, bu shunaqangi yaxshi qoningizni suyultirib beradi, qon bosimingizni pasaytiradi, uyquni yaxshilaydi, xotira, diqqat, tafakkuringizni yaxshilaydi. Ko'rish o'tkirligingizni yaxshilaydi, to'r pardani himoya qiladi, ko'z qurishlarini shunaqangi yaxshi oldini oladi. Suyak bo'g'imlarini shamollashlarini ham orqaga qaytarish xususiyatlariga ega. Agarda sizda mana tez charchash holatlari bo'layotgan bo'lsa, immunitetingiz pastlik bo'layotgan bo'lsa, suyak bo'g'imlardagi og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, shunaqangi bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Astaxantinni o'zi ham, fosfolipid yog'i ham, omega ham bilasizlar, bu yog'da eriydigan narsalar. Shuning uchun buni ovqat paytida iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Bir kunda 6 tagacha kapsulani iste'mol qilishingiz mumkin. Agarda siz ham xuddi shunaqangi deydi omega 3 qidirayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringizga bemalol tavsiya qilishingiz mumkin. To'g'ri, odatda omega 3 ichayotgan payti vitamin E yoki A ga qo'shib ichinglar deb aytishadi, lekin buni ichida o'zi antioksidant, astaxantin moddasi bo'lganligi uchun boshqa narsani qo'shishi hojati ham qolmaydi, chunki yuqorida aytib o'tilgandek eng mo'shli antioksidant mahsulotlardan bittasi. Bu hattoki vitamin A, C ga nisbatan 100 marta kuchli bo'lgan antioksidant buni ichida turibdi. Fosfolipid yog'i hujayra membranasini shunaqangi yaxshi himoya qiladi. Ayniqsa siz jigaringiz mana zararlangan bo'lsa, toksik gepatitmi, reaktiv gepatitis bo'layotgan bo'lsa yoki bo'lmasa jigar yog' bosish holatlarida jigaringizni himoya qilmoqchimisiz, bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Marhamat, zakazlar bo'lsa bemalol yuborishinglar mumkin, directga yozinglar, like bosishni unutmanglar, podpiska bo'linglar, yaqinlarga ulashinglar.